Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi o'tiladigan mavzuyimiz oxirgi darsda gidrometallurgiya usuli bo'yicha qisqacha gaplashib o'tgandik. Bugun gidrometallurgiyani bir bo'limi, ya'ni bir kichik bir qismi bo'yicha gaplashamiz. Gidrometallurgiyani o'zi bo'linadi. O'sha suvli eritmalar yordamida yer ostida tanlab eritish, uyumda tanlab eritish, maxsus chang pachuklarda tanlab eritish. Bugun yer ostida hamda uyumda tanlab eritish bo'yicha qisqacha ma'lumot fikr almashamiz. Gidrometallurgiya eslatib o'tamiz. Gidrometallurgiya suvli eritmalar yordamida, o'sha kislotali eritmalar yordamida metallarni 400 gradus temperaturagacha bo'lgan sharoitda eritmaga o'tkazib olib ajratish olish jarayoni gidrometallurgiya deyiladi. O'sha gidrometallurgiya o'sha oltin, uran, mis, nikel, rux kabi bir qancha metallarni ajratib olishda gidrometallurgiya usulidan foydalanadi. Rasmda ko'rinib turibdi, geologlar tomonidan mana bu qora chiziqdagilarni bir foydali metal deb olsak, masalan, oltin, mis, uran, nikel, o'sha bir foydali metal koni deb tasavvur qilsak, buni geologlar tomonidan aniqlandi. Yer sathiga yaqin kon, yer sathidan uzoqroq kon. Endi yer ostida tanlab eritish. Yer ostida tanlab eritish qachon olib boriladi? Qachonki o'sha foydali komponent tarqoq joyi holatda kambag'al ruda hisoblanib, yer sathidan ancha chuqurroq, ya'ni qazib olish imkoniyati iqtisodiy tomondan qoplamasa, hamda mana bu yer osti suvlaridan ancha uzoqda, ya'ni yer osti suvlari undan ancha yiroqda joylashgan bo'lsa, bunday foydali komponent yer osti usulida qazib olinadi. Yer osti usulida eritib foydali komponent ajratib olinadi. Endi yer ostida tanlab eritish juda ko'p ekologik muammolar bo'lib kelgani uchun monitoring tizimi juda yuqori ko'rsatkichda olib borilsa, ruxsat beradi o'sha davlat organlari yer ostida tanlab erish. Sababi bu foydali komponentni eritib olish uchun maxsus liniyalar bilan o'sha foydali komponent joylashgan qismga maxsus eritmalar yuboriladi. Bu eritmalar tanlab foydali metalni eritmaga o'tkazib oladi va maxsus liniya bilan, quduqlar bilan eritmani tortib oladi. Ya'ni yer ostiga kimyoviy modda tushirishga to'g'ri keladi. Bu yer osti suvlariga agar yetib boradigan bo'lsa, o'sha ekologiyaga juda salbiy oqibatlarga olib keladi. O'shaning uchun yer osti suvlaridan ham namuna olib, tarkibi tekshirilib turishi kerak. Agar yer osti suvlaridagi tarkibidagi kimyoviy moddalar o'zgarish sodir bo'lsa, bu jarayon to'xtatiladi. Ya'ni ekologik monitoring buni to'xtatadi. Agar yer osti suvlaridagi kimyoviy tarkib o'zgarmasa, o'sha eritmani berib, metalni eritmaga o'tkazib ajratib oladi. Bu o'sha hozirgi vaqtda juda kam o'sha eritish jarayonlarida qo'llaniladi, uranda qo'llaniladi. Qachonki bunga talablari bor. O'sha yer osti suvdan yiroqda qatlam g'ovaksimon, ya'ni eritmani o'tkazadigan, o'ta zich bo'lmagan qatlamga ega bo'lish kerak. Bu minerallar sulfit holatda yoki sulfit holatdagi minerallar ichida joylashmasligi kerak foydali komponent, chunki mana bu yuborilayotgan eritma o'sha foydali komponentni eritishga yetmasligi mumkin. Ya'ni sulfitli minerallar o'sha eritmalarda yaxshi erimaydi. Shuning uchun bu minerallar qachon oksid holatda bo'lsa, o'sha holatda biz eritmaga o'tkazib olamiz. Eritmaga o'tkazib olganimizdan keyin u eritmani tarkibidagi metalni sorpsiya, desorpsiya, ekstraksiya usullari ajratib olib, eritma yana qaytadan o'sha yer ostida tanlab eritish uchun foydalaniladi. Bu yer ostida tanlab eritish, gidrometallurgiya yer ostida tanlab eritish.
Endi mavjud bizda uyumda tanlab eritish usuli ham bor gidrometallurgiyada. Uyumda tanlab eritish maxsus chanlarda, pachuklarda eritishga nisbatan iqtisodiy jihatdan ancha ekonomiya, pul sarfi kam. Lekin bu yer ustida tanlab eritish uchun maxsus ko'chalar hozirlangan, uni tagida maxsus eritma o'tkazmaydigan qatlam talab etiladi. Sababi bu uyumga eritmani berishimiz natijasida eritmalar o'tib, yer ostiga sizib o'tmasligi uchun maxsus eritma o'tkazmaydigan betondan yoki plastilindan maxsus qatlam plastmas qatlam qo'yiladi va bu eritmani o'tkazmasligiga hamda eritmani maxsus yig'ilishiga sabab bo'ladi. Uyumda tanlab eritish uchun talablar mavjud. O'sha ruda kambag'al yoki o'rtacha tarkibga ega bo'lgan, oksidlangan holatda, gil minerallari kam bo'lgan, sababi gil minerallari ko'p bo'ladigan bo'lsa, mana bu qatlam betonlashib, jipslashib qoladi. Ya'ni eritma berganimizdan keyin bu eritma butun sath bo'ylab pastga qarab harakatlanadi, tanlab o'sha foydali komponentni eritadi. Agar gil minerallar ko'p bo'ladigan bo'lsa, betonlashib qolib, mana bu eritmani pastki qatlamga o'tmasligiga sabab bo'ladi. Uyumda tanlab eritishga yana talab o'ta maydalamaslik kerak, sababi jips bo'lib qoladi yoki bo'lmasa o'ta yirik maydalamaslik kerak. Bunda o'sha eritmani foydali komponentga yetish holati ehtimol kamayib ketadi. Uyumda tanlab eritish uchun iqlim o'z ta'sirini o'tkazadi. Juda yomg'irli kunlar bunga salbiy ta'sir o'tkazadi, ya'ni eritmani konsentratsiyasini tushirib yuboradi yoki bo'lmasam o'ta sovuq kunlar. O'ta sovuq bo'lgan paytda berilayotgan eritma tarkibidagi moddalarni reaksiyaga kirishib, tanlab eritish xossasi kamayib ketadi. Ya'ni kimyoviy reaksiya tezligi kamayib ketadi. Uyumda tanlab eritishda o'sha foydali taraflari iqtisodiy jihatdan ekonomiya, keyin ekologiyaga ta'siri kamroq, yer ostida tanlab eritishga solishtirganda. Salbiy taraflari juda katta miqdordagi foydali yer qatlamini band qilib qo'yadi. Ya'ni juda ko'p o'simlik va hayvonot olamiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Uyumda tanlab eritish uchun hozirgi kunda masalan mis rudalari, oksidlangan mis rudalari, oksidlangan, oksid holatdagi bu dolomit minerali, masalan azurit minerallari, malaxit minerallari, oksid holatdagi misni eritmaga o'tkazib, eritma tarkibidan foydali komponent ajratib oladi. Agar mis sulfit minerallari, halkapirit, halkazin, kavelin kabi minerallar bilan tashkil topgan bo'lsa, bu tanlab eritish uchun iqtisodiy jihatdan qoplanmaydi. Bu sulfit minerallar eritmada erimaydi. Bu sulfit minerallar flotatsion yo'l bilan boyitilib, piremetallurgik yo'l bilan metal ajratib olinadi. Bugungi darsimiz qisqacha gidrometallurgiya jarayonining yer ustida hamda yer ostida tanlab eritish mavzusi yuzasidan bo'ldi. Mavzu bo'yicha savollaringiz bo'lsa, yozib o'tasizlar kommentariyaga. Bu qisqa yuzaki ma'lumot bo'ldi sizlar uchun. E'tiborlaringiz uchun rahmat.